15 ming rubl turadigan mana shu qo'limdagi studentskiy biletni ayrim joylarda 40 ming, 50 ming, hattoki 60 ming rubldan o'zimizni musofir yurtdoshlarimizga pullab sotishmoqda. Hozir mana shu masalaga oydinlik kiritish maqsadida video olyapman. Videoga like bosib, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz aldanmasligi uchun tarqatib qo'ying. Aynan mana shu muammolar yuzasidan hozir men Jahongir akani oldiga kelganman. Jahongir aka, ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Bu Baltiyskiy Sentr avtonom nekommersiya organizatsiya haqida aytib o'tib ketganman. Bir xil ma'lumotni qayta aytishimiz, balkim siz o'zingiz o'sha yerda o'qigansiz. Qanaqa siz imkoniyatlarga ega bo'lgansiz? Imkoniyatlardan ko'ra ko'proq muammolarga duch kelganman desam adashmayman. Qo'pol qilib aytganda, shu ko'chada yurish vazifasini menga bergan. Lekin o'zimga qattiq ishonib yurish natijasida politsiya xodimlari imенно mana shu guvohnomamni tekshirish jarayonida qabul qilinmagan va ular meni politsiya bo'limiga olib ketishgan. Tekshiruvlar jarayonida meni bir sutka o'sha yerda ushlab turishgan. Registratsiyani o'z muddatida cho'zdira olmaganligim sababli men ma'muriy javobgarlikka tortildim. O'sha muammolar sababli reyestrga, ya'ni nazoratdagi shaxslar qatoriga tushib qoldim. Jahongir aka orqali Moskva tadbirkorlik akademiyasiga o'qishga kirdim. O'qishga kirishimda zapret va shunga o'xshagan muammolarimni hal qilishda va Rossiyada qonuniy yurishimda o'z hissasini qo'shgan Jahongir Saydovichga yana bir bor o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli vatandoshlar, yana qaytarib o'tmoqchiman va boshqa videolarimda ham aytganman. Aynan Baltiyskiy Sentr Rossiya Federatsiyasining hech qanday qonunlarini buzgani yo'q. Ushbu Baltiyskiy Sentrda Rossiya Federatsiyasida migratsiya varaqangizni cho'zdirish yoki 11 oy bemalol yurishingiz mumkin yoki-da registratsiyalaringizni muddatlarini uzaytirishingiz mumkin deb ma'lumot berishayotgan bo'lsa, ushbu Baltiyskiy Sentr rasmiy raqamiga murojaat qilib, hamma ma'lumotlarni aniqlashtirib olishingiz mumkin. Har doim rasmiy vakillar bilan ish faoliyatini olib boringlar. O'z huquqlaringizni biling va qo'l qo'yayotgan hujjatlaringizni sinchiklab tekshirib chiqing. Bizning vazifamiz sizlarni ogohlantirib qo'yish. Sog' bo'linglar.